Bu bemorimiz mana Tojikistondan kelgan, o'zi haqida to'liq ma'lumot holatini aytib beradi. Assalomu alaykum. Men Yodgorov Muhiddin, Tojikiston shahridan Panjgand rayonidanman. Shu og'irlik disk kirja og'irligidan kelgandik. Yaxshi, hozir Xudoga shukr, oyoqlar og'riq yo'q. Oyoqlar og'rirdi kelgan paytimiz. Hozir hammasi yaxshi, lishini yaxshi ketyapti. Sharoitlari hammasi zo'r. Ovqatlari ham hammasi yaxshi. Qarashlari vaqti-vaqtida hammasi yaxshi. She'r yodlaganda aytyapsiz-ku. Avval ko'rgan odam bilan yodlatibdi deydi. Kelishdan oldin qanaqadir lichinini olganmiz? Kelishdan oldin shu 1 yil oldin lichin olgandim. O'zimiz Panjgand rayonida olganman. Bu yoqda men surishtirib ta'rifini eshitdim. Bu yoqda keyin shu yoqqa keldim-da. Kelganga arziydimi? Arziga kelgan. Bugun nechinchi kun? 8-kun bugun. 8-kun. Tojikiston viloyat respublikasidagi bemorlarga mana siz nomeringizni beramiz. Xohlasa mana shunday deb so'raydi. Siz o'zingizda bo'ladigan holatni yoki faqat shirda og'riq qolgan bo'lsa, bo'lmay ekan, faqat o'sha yerda og'riq qoldi, uyga kelganimda yana boshlandi yoki bo'lmasa, yo'q, o'sha yerdan chiqqandan beri umuman og'rig'im yo'q deb mana shu bemorlar telefon qilsa ma'lumot berasiz. Shu bemorlar telefon so'rashyapti, qanday ekan, boshqa deb so'rashyapti. Hammasi yaxshi. Telefon nomeringizni ayting bitta. Men telefon nomerim Tojikiston nomerida +992 90 305 04 44. Tamam. Tojikiston nomeri bu. Telefon nomerlarini qoldirdik. Endi ana shu kishilar bilan bemalol ma'lumot so'rashlaringiz mana shu yerda yotibdi. Hali 4 kun, 5 kun vaqti bor. Bu 8 kunlik holatini ko'rsatdik. Sog' bo'lasizlar, omon bo'lasizlar, kuzatishda davom etingizlar.